Hammaga assalomu alaykum. Barchangizga kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Meni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz opa-singillarimizga Ufadan alangali salomlar aytib qolaman. Bugun bizda shunaqangi ajoyib kun. Ertalabdan ishga ketayotib tashqariga chiqsam hamma joyda gulni nafas kelib turibdi. Olmalar gullagan, serenlar gullagan va gullar ochilmoqchi bo'lib turibdi. Atrof juda ham go'zal. Boshqacha manzara. Shu olmalarim o'zi bir tup katta meva beradigan olmamiz bor. Qolganlari novdacha, endi yangi ekilgan. Shu olmamiz 2 yildan beri umuman bo'lmayotgan edi. Chunki gullagan payti qor yog'ib qo'yar edi. Bu safar juda ham boshqacha gullabdi. Mana gullarim ham ochilmoqchi bo'lib turibdi. Menimcha kechga ochilib qoladi. Xullas hamma joy chiroyli, gullarga boy, bahoriy manzara. Keyin qo'shnimizni ham uyini tortib oldim, gullarini tortib oldim. Ular yashashmaydi bu yerda, bilmayman necha yildan beri kelmaydi. Lekin огородida shunaqa chiroyli gullar bor, klubnikalar, katta klubnikalar bor. Ular ham rosa gullabdi. Keyin esa ishga kelib, har doimgidek har kungi ishlarim pishirib hamda sotib ham ulgurib qoldim anchasini. Soat 9:30 bo'lyapti o'sha bizda. Veselinaga e'tibor bergan bo'lsangiz, somsa bilan manti tugayapti. Hozir shunga xamir qilyapman. Xamir juda ham qattiq qilyapman. Xamirni pishirguncha enamni ko'rganicha ko'rdim. Xullas somsaga qilgan xamirimdan ozroq olib, manti ham qo'raman. Chunki vaqt yo'q, tezda qilmasam, endi o'sha obed bo'lib qoldi. O'zi ertalab qilgandim manti. Bir odam kelib 6 pochta birdaniga olib ketib, yana bittasi kelib 2 pochta olib ketdi. Shu bilan u yoqda ozroq qoldi. Hali buni pishirgunimcha u ham qolmaydi. Shuning uchun shu xamirdan tezdagina tayyorlab olaman. Mana bular somsa uchun, mana bu kichkinaginasi mantiga tayyorlab olaman. Manti uchun qoldirdim bunisini. Qolganlarini somsaga zagotovka qilaman. Bugunga va ertagalikka qilib. Mantini ham yayib, nima qilib oldim, o'sha nachinkasini ham tayyorlab, o'sha sovib oldim. Ko'rib turganingizdek, tez harakat qilaman deb o'zi doim shashib nima qilaman, qo'limni ham kesib oldim. O'zi o'tgangi hafta kesib olgandim, juda ham rosa ham qiynalib, juda katta kesib olgandim. Yana xuddi o'sha joydan kesib oldim, nachinka qilaman deb. Shunaqa qilib mantilarni tugib olyapman. Tezdagina tugib olyapman. Video tezlashtirilgan o'zi aslida juda ham sekin qildim. Chunki kesib olgan barmog'im og'riyapti. Birinchidan, ikkinchidan bu perchatkada ish qilish juda ham qiyin. Har xamirni ezganimda qo'lim shunaqa qattiq og'riyapti. Bir nima qilib shunaqa tugib oldim. Keyin buni tutgandan keyin somsani zagotovkasini ham boshlayman. Orada shart syomkani to'xtatib, savdoga ham chiqib kelyapman. Xullas men ishim shunaqa. Nolimayman, Xudoga shukr, nolish yo'q. Xursand bo'lib ishlaymiz inshaalloh. Bu ishlarimizni nima deydi? Bu mehnatlarimizni ajrini Alloh beradi, albatta. Yoshligimizda mehnatda bo'lsa, qariganda rohatda bo'lamiz inshaalloh. Mana shunaqa qilib, endi somsani xamiriga xamirini qilib oldim. Ko'rib turganingizdek, nimasini tayyorlab olaman. Xullas yog'lab olaman. Bu menga 2-3 kunga yetadigan somsa bo'ladi. Somsaga tayyorgarlik qilyapman. Yog'ini ko'rsatib o'tish esimdan chiqibdi. Mol yog'ini eritib olaman. Eritib morozinliklarga doim solib qo'yaman. Keyin magazindan slivishniy maslo olaman, 82%lik. Keyin mol yog'idan ozroq, xullas 50-50 qilib tayyorlab qo'yaman. Kerak paytida olib eritib ishlataveraman. Shunaqa somsani xamiriga shunaqa qilib ishlataman men har doim. Xullas mana shunaqa qilib somsani xamirini bu yerda ko'pincha anakonda deb eshitaman. Shu qalin qilib o'rab qo'yganimizni shunaqa aylana qilib o'rab qo'yganimizni bitta joyda ishlardim-da. Go'lyappa degan tatar xotin bilan ishlardim. O'sha
nimaga shunaqa qilaverasizlar, shunga g'ashi kelardida. Ko'p o'raverganimizga anakonda tayyorlayverasizlar ha deb shunaqa derdida. Hozir shunaqa qilib, hozir sizlar bilan birgalikda anakonda tayyorlayapman. Anakondani birinchi nimasi tayyor bo'lyapti. Keyin hozir ikkinchi zo'lani ham yoyib, ikkinchi zo'lamizga nima qilaman? Ustiga qo'yib, buni ham o'rab yuboraman. O'shanda rosmanasiga anakonda bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek. Yo'g'onroq bo'lsa, o'shanda nima qilaman? Qattiq qilib o'rab nima eshib tashlayman-da, xullas qattiq bo'lib qoladi. Keyin yoyganimizda varaqalari ko'proq chiqadi. Shuning uchun doim shunday qilaman. Ingichka qilmayman hech qachon. Anakondalarimiz ham tayyor bo'ldi. Oxirigacha o'rab olamiz hozir. Mana azizlar, aziz obunachilar, anakondamiz ham tayyor bo'ldi. Ya'ni xamirlarimiz tayyor bo'ldi. Somsani zagotovkasi. Bu menga yo 2 kunga yo 3 kunga yetadi. Balkim 4 kunga yetadi. Chunki ertaga 9-may hamma joyda dam olish, menda odam kam bo'ladi. Shunga yarasha keyin somsa ham kam ketadi-da. Shunaqa qilib mana tayyorgarligim qilib qo'ydim ertagalik uchun. Keyin magazinga chiqib, yugurib chiqib, mashg'ullanib kelib oldim. Kecha olgandim, olib turib, kassada qoldirib kelaverdim, pulim yetmasdan. Bugun chiqsam bir dona qolibdi, ko'p olgandim kecha. Xullas, nima deb qo'yadi? Barxit. Juda ham chiroyli ochiladi, kuzgacha ochilib, qor yaqqangacha ochiladi. Men o'zim yetishtirardim. Buni agar esingizda bo'lsa, bir videoimda shunaqa tuvakchalarga ekkandim uni. Adanrazovoy tuvakchalarga tashqariga ekaman deb. Bolalarim hammasini bir-biriga kiyishtirib, xullas bo'lmay qoldi. Shuning uchun bozordan olib oldim. Unga borib bugun ekaman. Keyin sizlar bilan birgalikda manaqa uzumni bargidan do'lma qilib olamiz kechki paytga. Hozir soat 3 bizda sizlar ertaroq tayyorlashga. Soat 5-6larga urinsam bemalol ketgunimcha pishib qoladi. Uyga borib ovqat tayyorlab o'tirmayman. Bugungi kechki ovqatga shunaqa uzum bargidan, qayerdadir kavartak deyishadi, qayerdadir do'lma deyishadi. Shunaqa tayyorlayman sizlar bilan birgalikda. Qayerdadir esa tog' ham deyilar ekan. Tog' oshimi, shunaqa. Shunga o'xshash. Xullas, bir xil ovqat hamma joyda har xil aytilar ekan va har xil tayyorlanar ekan. Bizda esa kavartak deyiladi ko'pincha. Lekin bu yerning tilida do'lma deb aytamiz. Buning uchun, nachinkasi uchun men 300 gram farsh, mol go'shtini farshidan ishlatyapman. 100 gram guruch, bir dona piyoz qirg'ichdan chiqarib oldim. Tuz, yog', qolgan pripravalar, o'zingiz yoqtirgan pripravalardan solsangiz bo'laveradi. Bu jarayonni hamma biladi. Shunchaki orangizda bilmaganlar uchun eslatib aytib o'tyapman. Do'lmani to'kib olish uchun esa men mana shunaqa fasoshni klyonkadan foydalanaman. Uzumni bargini esa bankada ko'rgandingiz, o'sha bankadan 5-10 minutda nima qilib oldim. Qaynoq suvga, qaynab krutoy kipitokda 5-10 minut uyutib oldim. Chunki menga prodaveskacha aytgandi, bu nima uzum bargi svejiy hali
shunchaki o'rab solinib qo'yilgan, hech qanaqa tuzlanmagan suvday emas edi. Shuning uchun nima qilib oldim, qaynoq suvda 5-10 minut yuvib oldim. Juda ham gip-gip bo'lib, zo'r bo'lib qoldi. Endi tugishni ko'rsataman sizga. Mana shunaqa qilib olaman. Ozroq farshdan solib, nachinkadan solib, u yoq bu yog'ini qayirib olaman. Chunki bir xilda, hamma tarafi bir xilda bo'lishi uchun. Keyin klonkamizni mana shunaqa qilib pichoq yordamida klonkani tepaga ko'tarasiz, pichoqni qo'yib, pichoq bir joyda turaveradi. Shunaqa qilib klonkani tortaverasiz. Juda ham qattiq, hamma joyi bir xilda, juda ham chiroyligina nima to'lmamiz tayyorlab bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, hammasini shunaqa qilib tayyorlab olaman. Iloji boricha men tokni nimasini olaman. Uzumni bargini katta-kattasidan olaman. Shunda hammasi chiroyli bo'lib chiqadi, bir xilda bo'lib chiqishi uchun doim tanlaganimda shunaqasini olaman. Katta bargligini tanlab olaman. Mana yana bir marta ko'rsatib o'taman. Bunaqa usulda tugishni orangizda bilganlar albatta bor. Albatta bilmaganlar uchun. Chunki o'zim ham oldinlari boshqacha tugardim. Shu ikki yog'ini o'rab, ayniqsa palov bilan tayyorlaganimizda o'rab shunday tayyorlab nimadan o'tkazardik. Ana nima deydi? Igna yiplab shunaqa qilib tayyorlardik oldin. Lekin 2 yil davomida shu usulda tugishni o'rganib olganman. Men ham internetdan ko'rib o'rganganman. Endi hamma joydan qayerdandir o'rganadi. Bu narsani tan olishimiz kerak. Ham internetdan o'rganganman. Shunaqa qilib tugishni juda ham qulay, juda ham oson va juda ham tezda tugib olaman buni. Vaqtim juda ham oz ketadi oldingiga qaraganda. Mana hammasi bir xilda chiqadi. Shuning uchun juda ham shu tugishni juda ham yaxshi ko'raman. Mana u taraflama, bu taraflama ko'rsatib o'tyapman, bilmaganlar uchun yana eslatib o'taman. Mana keyin qizlarjonlar, bu videolarni qo'yishimdan maqsad o'zimni xuddi kundalik nima ish qilayotganlarimni qo'yib borish maqsadim faqat. O'zi uncha prosmotrim ham yo'q. Prosmotrim yo'qligi sababi layklar kamligi. Keyin ko'pchilik o'ylashadi, shu blogerlar, endi men endi o'zim blogerman deb hisoblamayman. Shu videolar qo'yayotganlarni ko'pchilik o'ylashadi, pul olishadi deb o'ylaydi. Chunki men ko'pchilikni kuzataman. Ular kommentariylarga yozib qo'yishadi-da, shunaqa biz orqamizdan pul olyapsizlar, shunaqangi gaplar gapiriladi. Endi olganlar ham bor. Endi biz yangi boshlaganmiz. Endi men o'zim haqimda gapiray, biz deb gapirmay. Shunaqa nima deydi? Pul to'lanish uchun 100 mingta obunachi bo'lish kerak bo'ladi. Shunda ham monetizatsiyangiz yo'qolsangiz, uni yoqish ham juda problema deb o'ylayman. Yana bilmayman. Endi men shunchaki hobbi sifatida kundalik hayotimni qo'yib boraman. Chunki o'zimga esdalik bo'ladi. Nima ishlar qilyapman, nimalar qilyapman. Chunki vaqt juda ham tez o'tyapti. Shuning uchun ertangi kunimiz uchun o'zimizga foydavor bo'lib boradi deb o'ylayman. Bolalarim ham ko'radi keyin katta bo'lsa deb shunaqa o'zim uchun qo'yaman doim. Xullas, mana nimani do'lmalarimizni hammasini bir xilda qilib tugib olib, duxovkaning listiga terib oldim. Keyin unga zapravka tayyorlayapman. 1 krujka suv quydim, 3 qoshiq tomatniy pasta, keyin tuz soldim. Xohlagan pripravalaringizdan. Bu yerda men sushoniy chesnok ham sovardim. Keyin har xil pripravalardan foydalandim. Achchiq qalampir ham sovardim orada. Keyin do'lmalarning ustiga quyib olamiz tayyorlagan massamizni. Keyin ustini yopib, duxovkada 250 eng balandga qo'yib qo'ydim men. 35-40 minutda pishib chiqadi. Balki men undan ham uzoqroq qo'ydim shekilli.
uzoq qo'ysangiz juda slishkom suxoy bo'lib qoladi. Shuning uchun 35 minut menimcha yetadi. Har qanaqa ovqat ham pishib chiqadi bunaqa nimada. Juda ham mazali, juda ham hamma yoqni kuxnyani oldi hidlari. Mana aziz obunachilar, ajoyib bizning do'lmamiz, boshqacha usuldagi do'lmamiz tayyor bo'ldi. Siz ham agar tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, albatta shu usulda tayyorlab ko'ring. Hammasi bir xilda tekis bo'lib, chiroyli bo'lib, dasturxonni ko'rki bo'lib turadi. Shu yerda videoimni yakunlayman. Barchangiz Allohga omonat bo'ling deb qolaman. Hozircha xayr.